Rossiyaning Sila Sveta kompaniyasi Yangi O'zbekiston Yangi Renessans ekspozitsiyasi uchun yangi shou loyihani taqdim etmoqda. Bu orqali yurtimizdagi ilmiy va madaniy taraqqiyotlar, bunyodkorlik ishlari innovatsion usullarda namoyish etiladi. Bu haqda poytaxtimizdagi Islom sivilizatsiyasi markazida o'tkazilgan uchrashuvda ma'lum qilindi. Unda hamkor tashkilotlarning loyihalari taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Sila Sveta kompaniyasi Rossiyada tashkil topgan dizayn va multimedia studiyasi bo'lib, 2007-yildan beri interaktiv media hamda konseptual dizayn bilan shug'ullanadi. Butun dunyo bo'ylab mega loyihalarni taqdim etadigan kompaniya ayni kunlarda poytaxtimizdagi Islom sivilizatsiyasi markazida ham yangi shou dasturini amalga oshirmoqchi. Yangi O'zbekiston yangi Renessans pavilyoni bu boshqa Renessans, boshqa pavilyonlarga nisbatan juda ham katta pavilyon hisoblanadi va shu bilan bir qatorda O'zbekiston tarixida juda muhim bo'lgan voqea hodisalarni o'z ichiga qamrab olgan. Endi yurtimizning ilmiy sohadagi yutuqlari, shuningdek amalga oshirilayotgan islohotlar ham innovatsion usulda yorqin aks etadi. Uchrashuv davomida bu boradagi g'oyalarning mazmun mohiyati, shu o'rinda ularning texnik yechimlari ham muhokama qilindi. Men o'zim o'zbekxonliklari davrida Muhammad Rizo Ogohiyga bag'ishlangan media loyihadaman. Yangi O'zbekiston yangi Renessans bog'ida Yangi O'zbekiston immersiv shousiga loyiha rahbari sifatida ishtirok etmoqdaman. Ko'rib turganingizdek, davr jihatdan ikkita davr, lekin maqsad bitta. Loyihani ikkalasi ham tariximizdagi va hozirgi kunda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rsatib bera olish. Dunyoda yetakchilikni qo'lga olgan multimedia studiyasi bilan hamkorlik Yangi O'zbekiston Yangi Renessans ekspozitsiyasini Islom sivilizatsiyasi markazining tashrif qog'oziga aylantirishi shubhasiz.